Assalomu alaykum Nargiz opa. Bo'ldi, somsalarimiz tayyor. Kelavering. Bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Somsa bormi? Somsa bor? 50 ta de bunaqa mix go'shtli kartoshkali qilib solib beringmi? Ha, lekin hozirga yo'q-da. Ana nima u somsa-yu? Ha, u somsalarmi? Ular hammasi zakazga qilingan. To'rdagi Abdulaziz akaniki, yonida Jamshid akaniki. Bu tomonda ko'pgina Nargiz opaniki. Hammasi zakazga berib yuboramiz. Oldindan zakaz qilish kerak. Ha, oldindan zakaz qilish kerak. Men sizga nomer beraman, qarang. Qani? 55lik 555 5553 telefon qilib zakaz qilsangiz, tandirda issiqqina chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi. Kelinglar akalar, ha, ichkariga qaranglar. Ye ana. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Somsa bormi, somsa? Ha, hozirga yo'q, lekin zakaz qilib qo'ysangiz, yarim soatda ikkita tandirdan issiqqina somsa chiqadi. Kelaveradi. 50 ta mix qilib, ana go'shtli kartoshkali tovuqli tayyorlab qo'ying. Ha, bo'ldi. Tayyorlab qo'ying. Sharapat. Ha, sharabat. Bo'ldi. Yozib qo'yamiz. Xo'p. Ana. Hozir ko'rdingizmi zakaz qilishni? Shunaqa zakaz qilish. Malkam, solib berarsan. Ha, sharabat sizmisiz? Ha. Ha, hozir tayyor qilib qo'yamiz. Somsa bormi?